Assalomu alaykum yurtdoshlar. Oxirgi paytlarda mana O'zbekistonda bananlarning ichidan degan narsalar paydo bo'lish boshladi. Qonmas, hozir ko'rsataman. Mana bu Sulton Ekvadorniki, banan zo'r. Bular Xitoy bananlar. Hop. Ahmad aka, mana shuni ochib oling. Shuni oching shuni. Ilgari kelmasdi, hozir endi bir 3-4 yildan beri kelyapti. Banan ichidagi bananni sifatini yaxshi tushirgan narsa mana mana. Bu bananni sifatini yaxshi ushlab keladigan narsa bo'ladi. Mana. Banan sarg'ayish jarayonida terlaydi, mana suv bo'ladi. Juda ham ko'p suv bo'lgan holatda mana bundan esa suv chiqadi. Bu hali juda ho'l bo'lmagan. Mana xuddi shu narsa. Mana boshqa bananni olganman. Mana suvga tegizdim, oddiy ichimlik suviga mana. Bu narsa mana bunda 1-2 tomchi bo'lib tegib, odamlar shuni qonda yuboryapti. Bu hech qanaqa qon emas. Endi bu o'zi ximik narsa, buni yeyish ham kerak emas o'zi asli, lekin hech qanaqa qon emas bu.